Assalomu alaykum Arif aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Internetdan obunachilarimizga Akfa eshik derazalariga qiziqish bildirishyapti. Shunga sizda bironta tayyor obyektingiz bormi? Shularga bir ko'rsatib, ma'lumot berib o'tsak. Yo'q, borib ko'ramiz bo'lmasa. Ketdik. Mana obyektimizga ham yetib keldik. Ichkariga ko'rsatib o'tamiz. Mana Arif aka, obyektingizga keldik. Eshik derazalari chiroyli. Endi bizga shu ma'lumot berib o'tsangiz, qanaqa profillardan ishlatgansiz bu obyektga? Men tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yerda derazalarimiz Akfa Plus 6,5 santimetrlik profil va termo 70 ishlatganmizlar bu yerda. Arif aka, mana profillar haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Endi bitta shu termo 70 haqida qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Qanaqa eshik u? Keling, men tushuntirib o'taman sizga. Bu eshigimiz termo 70, 7 santimetr profil. Zamok petlarimiz Italiya mahsuloti. Arif aka, mana eshigingiz haqida qisqacha ma'lumot oldik. Endi bizga shu derazangiz haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz, ochiluv yopishlari va qanaqa aksessuarlardan foydalangansiz? Tushunarli bo'ldi. Bu derazamizning ichi ko'rinishi, bu derazamizga двойной открывание o'rnatganmiz. Bunday ochiladi va yuqori tarafdan ochiladigan bu aksessuarimiz turetskiy mahsuloti. Tushunarli. Arif aka, bu eshikni sizlar ishlaysizmi? Ha, bu eshik ham bizlarda. Buni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu eshigimiz hayvonda 10 millimetrlik oynasidir. Bu yerda dush kabinani issiq sovuqqa chidamli bo'lishi uchun hayvonda oynadan foydalanganmiz. Zavodchik bunga o'rnatganmiz. Eshikning o'zi yopadigan qobiliyatga ega. Sekin borib o'zi shu joyga borib to'xtaydi. Bu eshikda masalan tarelkada foydalansa bo'ladi, dushda foydalansa bo'ladi, issiq sovuqqa chidaydi. Masalan bu uzoq turgan paytda hech qanaqa yorilish, hech qanaqa bo'lmaydi, и безопасность. Tarelka issiq sovuq ushlash uchun shu mahsulotdan foydalanganmiz. Böyle tushunarli.